Assalomu alaykum. Siz bilan yana doktor Alemov va Vatan tibbiyot markazi. Bugungi videoning mavzusi juda ham qiziq. Atrofingizga hech qaraganmisiz? Atrofda ko'plab asabiylashadigan, bo'g'iladigan, siqiladigan, doim tajang yuradigan insonlarni ko'rasiz. Xo'sh, insonda asabiylikka, tajanglikka olib keluvchi asosiy 5 ta guruhdagi faktorlar qaysilar va bunga nimadan keyin bu yuqoridagi asabiylik ko'p holatda kelib chiqishi mumkin? Birinchisi, bu eng asosiy ko'p uchraydigan turlardan biri bu oiladagi, ishdagi va munosabatlardagi psixologik jihatdan nobarqarorlik yoki muhitning nosog'lom ekanligi. Ikkinchi holat, organizmda ko'pincha e'tibor berilmaydigan B guruh va magniy elementining surunkali ravishda yetishmasligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buni qanday tushuntirish mumkin? Organizmdagi magniy elementi bu juda ko'plab nerv sistemasidagi olib boriladigan jarayonlarda ishtirok etuvchi muhim elementlardan biri hisoblanadi. Agar insonda surunkali ravishda magniy yetishmasa, nafaqat unda asabiylashish, uyqu buzilishi, tajanglik, surunkali charchoq, oyoqlarning tortishishi kabi holatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Uchinchi faktorda qisqacha aytib o'tdik, bu vitaminlar yetishmovchiligi. Insonda markaziy nerv sistemasi uchun albatta B guruhdagi vitaminlar, ayniqsa bu B2, B6, B9 va B12 guruhdagi vitaminlarni o'rni, roli juda ham beqiyos. Chunki bu markaziy nerv sistemasidan normal ish faoliyatini ta'minlash uchun javob beradigan juda ko'plab moddalar almashtiruvida vitamin B guruhlari fundamental ravishda ishtirok etishni boshlaydi. Keyingi guruh sababimiz bu surunkali ravishda uyqusizlik. Xo'p, uyqusizlik bo'lgan insonni o'rtacha bu olimlarning hisob-kitoblariga qaraganda inson kuniga 6 soatdan 8 soat davomida normal uyquni olish kerakligi haqida yo'riqnomalarda keltirib o'tiladi. Xo'sh, uyqu yaxshi bo'lmasa, bu sekin qanday buzilishlarga olib kelinishi mumkin? Birinchi navbatda uyquni ta'minlash uchun kechqurun insonning o'zidan epifiz bezida melatonin gormoni ishlab chiqariladi va bu uyqu yaxshi bo'lgandan keyin insonning tanasi kuniga 15-16 soatlab aktiv bo'lgandan keyin albatta u hujayralariga dam olish kerak bo'ladi. Yetarlicha dam olmagan hujayralarda oziqa to'planmagan, o'zini zaxiralarni yig'a olmagan hujayralar ikkinchi kunga yana undan battarlashatilgan paytda asabiylik, urushqoqlik, tajanglik kabi belgilarni keltirib chiqarish ehtimoli o'ta yuqori. Keyingi sabab bu asabiylikning asosiy ko'pchilik ko'zdan qochiradigan sabablardan biri bu bemorlarda gormonal o'zgarishlar. Ko'p ko'ramiz, bolalik yoshida, o'smirlik yoshida yoki ayollarda klimakterik paytlarida ham o'ta asabiy, tajang bo'lgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Bu qaysi gormonlar? Ko'pincha bu kortizol gormoni, ayollarda estrogen, progesteron, erkaklarda testosteron, shu bilan birgalikda qalqonsimon va qalqonsimon oldi va gipofiz bezlaridagi muammolar tufayli ham insonlarda tajanglik, asabiylik, uyquni buzuvchi, koordinatsiya buzilishi, konsentratsiya buzilishi kabi belgilarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi ko'p uchraydigan sabab bu bemorlarda o'zida lifestyle balance, ya'ni insonda hayot bilan ishda o'rtasidagi balansning yo'qligi. Ayniqsa hozir kunda juda ko'p kasalliklarni urchadigan narsa bu soatlab ravishda dam olmasdan juda qattiq nagruzka orqali ishlash ham insonni bu markaziy nerv sistemasi istosheniyaga olib keladi va asabiylik yoki yuqoridagi uning asoratlariga olib kelishi mumkin. Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va Vatan tibbiyot markaziga obuna bo'lishni unutmang.